uchun 59-12 deb berilgan. Mana biz mutaxassis bo'ladigan bo'lsak, loyiha o'qish bo'yicha darsligimiz bor, bemalol qo'shilishlari mumkin, faqat pulli bo'ladi. Bittani qo'shimcha zakaz qilib qo'ymaslik yoki armaturani ko'p zakaz qilib qo'ymaslik. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Xo'p, bizga bitta loyiha kelgan. Xullas kalom eslanganda bo'lsa 5 podyezdli dom qurishimiz kerak edi. Shunga plita zakaz qilishimiz kerak. Mana deylik bizda plitani loyihasi turibdi. 5 ta podyezddan bittasini loyihasi bu plita loyihasi. Eng qizig'i shu 5 ta podyezddan bir donasini to'g'ri yozilgan xolos loyihada. Endi nima uchun unaqa deyapman? Mana o'sha batta plitani mana P1, P5, P1 hammasi raqamlar bilan yozib chiqilgan. Mana tepani qaraydigan bo'lsa, mana plan отсоклный этаж перекрытие на отметка deb yozib qo'ygan. Mana shu qismi. Endi mana bu joyda spesifikatsiyada mana nechta qanaqa plita kerakligi yozilgan. Mana chekka qismiga qaraydigan bo'lsak biz mana bu joyda P1, P2, P3 qilib уже berilgan. Va bu davomi qanaqa plitalar, nechchilik plita bo'lish kerakligi hammasi berilgan. Mana shu joyda mana P1, P2lar ham bu tarafda joylashtirilgan. Xuddi shu to'g'ri, lekin qolgan 5 ta podyezdda hammasida kamchiliklar bor. Mana misol uchun bu keyingi podyezd desak, mana shu qismi. Nima uchun noto'g'ri? Mana spesifikatsiyani tekshirib ko'rish kerak. Har bitta odam shundaycha beravermasligi kerak bo'ladi. Misol uchun mana ruchka bilan belgilab qo'yganman. 59 12 yozilib qolgan shu joy. Men 10 qilib belgilab qo'yganman. Endi bu qaysi? P4 mana bu chekka qismiga qaraydigan bo'lsak, mana P4. Xuddi mana shu nima uchun 59-12 deb berilgan. Mana bu yerda 12 yozilgan, lekin men 10 yozib qo'yganman. Endi bu joydan qaraymiz. Ya'ni biz P4 ni topishimiz kerak bo'ladi. Mana P4. Mana joyga qaraydigan bo'lsak, mana P4 turibdi. Endi bu o'sini ko'ramiz. Mana 6 metrli o's, bu 59 12 bas 10 bo'ladi P4'imiz. Sababi P3 ham mana P3 ni qaraydigan bo'lsak, bu 59 12 bo'ladi razmeri, ya'ni eni 10 12lar bu eni razmeri bo'ladi. 59 deganimiz uzunligi bo'ladi. Nima uchun? Mana P3 ni ham bitta qaraymiz-da jadvaldan mana. P3 mana tepada P yulduzcha 3 emas, P3 ni o'zi mana bu P3 ni o'zi. P3 ni o'zini qaraysiz, mana 59 12 yozilgan. Va P4 da ham 59-12 yozib qo'yishgan. Shularga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni loyihaga qarab razmerlarni ko'rishimiz kerak. Endi keyingi podyezd mana bu keyingi podyezdimiz. Unda ham xuddi shunaqa mana. O'zlaring tekshirib olishlari mumkin. Mana 12 59-12 ni 10 qilib o'zgartirib qo'yganman men. Mana 59-12 55-10 mana hammasini o'zgartirib qo'ygan. Buni ham xuddi mana bu loyihani to'xtatib turib, o'zlaring bemalol tekshirib olishlaring mumkin bo'ladi. Mana shu joyda to'xtasizlarda 59-12 bilan mana 55-10 ashlar nima uchun o'zgartirilganini ko'rib olishlaring bo'ladi. Mumkin bo'ladi. P8 ham xuddi shunday mana. P8 ga 29 10 qilib yozib qo'yganman. Xo'p, undan keyingi nima podyezdimiz yana mana bu podyezdimiz ham xuddi shunaqa mana. Bu razmerida adashilgan mana. 59 ya'ni uzunasiga bo'lgan razmerlarni xato yozib qo'ygan. 56 shunaqa yozib qo'yishgan. Men bular to'g'rilab chiqdim. Ya'ni loyihaga qaragan holatda. Loyihani yaxshi tushunadigan inson bo'lsa, hamma loyihani, ya'ni qurilish bo'yicha to'g'ri ketyaptimi, loyiha bo'yicha ayrim paytlar loyihada kamchiliklar bo'lib qolishi mumkin. Shularni ham tushunishi mumkin bo'ladi. Xo'p, undan keyingi podyezdimiz ham mana xuddi shunday. Mana. Ko'rib turibsizlar. Pastda mana qo'shimcha yozib qo'yishgan. Buni men o'chirib tashladim. Ya'ni ortiqcha plita zakaz qilib qo'ymaslik uchun. Endi hozir men sizlarga bu podyezdlarda umumiy bitta holatini ham ko'rsatib o'taman. Xo'p, mana bu umumiy 5 ta podyezddan jamlangan holatda turishi, ya'ni plita alohida berilgan bo'lsa, umumiy
beshta podez bitta joyda jamlangan holatda qanday ko'rinishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu joy bitta podez, ya'ni mana zinadan kirish qismi bu bitta podez. Undan keyingisi mana ikkinchi podezimiz, bu uchinchi, mana bu to'rtinchisi va mana bu beshinchi podezimiz bo'ladi. Xuddi shunaqa, xullas kalom, agar loyiha bo'yicha agar siz mutaxassis bo'ladigan bo'lsangiz, ayrim paytda loyihada qilingan kamchiliklarni bilishingiz mumkin va ustalarga ko'rsatishingiz mumkin bo'ladi qilingan kamchiliklarni. Undan keyin bo'ladigan bo'lsa, sizni qurilish tashkilotingizga plitani qo'shimcha zakaz qilib qo'ymaslik yoki armaturani ko'p zakaz qilib qo'ymaslik yoki noto'g'ri zakaz qilib qo'ymaslikni o'rganishlaring mumkin bo'ladi. Hammalaringga rahmat, sog' bo'lasizlar. Agar kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizni loyiha o'qish bo'yicha darsligimiz bor, bemalol qo'shilishlari mumkin, faqat pulli bo'ladi. Pulli darsligimizdan foydalanishlari mumkin bo'ladi. Endi bepul varianti deydigan bo'lsak, biz oldin ham bundan bitta ikkita video darsdan oldin aytganmiz. Ya'ni agar YouTube'da obunachilarimiz soni 100 mingtadan o'tib ketadigan bo'lsa, hammani o'sha pulli darsligimizni tekin qilib qo'shib qo'yamiz. Hammalaringga rahmat, sog' bo'lasizlar. Keyingi video darslarda, video roliklarda ko'rishguncha